Qadrli do'stlar, video avvalida sizlarga Odilboy Gaming kanalini tavsiya qilib o'taman. Kelinglar unga 1000 ta obunachi yig'ishga yordam beramiz deb o'ylaymanki, qo'limizdan keladi va albatta mendan salom aytib qo'yinglar. Uni videolar juda ham qiziqarli, sizlarga tavsiya qilaman. Ссылка описаниеda va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Sizlarga ham reklama kerak bo'lsa, Telegram botimga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qani bo'la qoling o'rtoqlar, bizga T-72 haqida gapirib bering. Xo'p, bo'ladi o'rtoq komandir. T-72 Sovet ittifoqi tanki bo'lib, bu juda ham ajoyib tank. Ha, bilasizlarmi? Uni biz juda ham keng ishlatamiz armiyada va maxsus topshiriqlarda. U juda ham ishonchli, mustahkam va nima desam ekan, boshqa uni ta'riflashga so'zim yo'q. Xullas, ajoyib tank. RPK pulemyoti bilan jihozlangan, undan tashqari 125 mm snaryadlardan o't ocha oladi. Ekipaj 3 kishidan iborat bo'ladi. Undan tashqari og'irligi qurol titonidan salgina ko'p. Zirhi esa ko'p qavatli kombinatsiyalangan bo'lib, juda ham mustahkam. Ha, bo'ldi o'rta komandir, gapim tugadi. Nima? Buni kim haydaydi? Haydash mumkinmi? Axir oramizda sen tankistlikka o'qiyapsan. Mayli, unda Leo ham menga yordam bersa bo'ladimi? Nimaga? Yo'l ochishga. Albatta olishing mumkin. Yaxshi, Leo, menga yo'l ochib borasan. Men seni ortingdan haydayman. Fat bosib ketib qolma. Albatta, bo'la qol, ana tarafga. O'rmon atrofidan aylanib o'tamiz. Hozir. Yaxshi, o'ta qol. Ketyapman. Bo'pti, men tayyorman. Yura qol. Xo'sh, yaxshi, ana yerga. Olg'a. Yaxshi, ketdik. Men ham ortingdan boryapman sekin. Sen ursin. Umid qilamanki hech narsani sindirib yubormadim. Jun. Bir kishiga boshqarish qiyin albatta. Biz Minecraftdamiz, ammo yaxshi tutorialdan turib boshqarish qiyin. Leo sekin bosib ketishi mumkin edi. Jun qayerga ketyapti endi bu? Shoshma Leo. Jun. Mayli, shu yerdan juda ham tez ketyapmiz do'stlar. Hozir daraxtlarning ichiga tiqib borish mumkin. Shuning uchun kelinglar, mana shu yerga turamiz va aytgancha hammaga salom, sizlar bilan men Darkman va men Minecraft youtuberman do'stlar. Biz armiyada hayotimizni davom ettiryapmiz. G'alati eshitilishi mumkin, ammo hammasi shunday. Sizlar so'raganingizdek, mana tank mashg'ulotlari. Xo'sh, Leo ortimda turibdi, demak men ham o'girilsam bo'ladi. Leo, faqat ehtiyotliroq bo'l. Hayda ortimdan. Yo'q, ortingdan borish niyatim yo'q. Hozir men tog'ning tepasiga chiqmoqchiman. Qani, tank yaxshi yurarmikin? Albatta, do'stlar, buni qaranglar. Qordan ham yaxshi ketyapti, faqat biroz chayqalyapti. Jin ursin sekin. Jo'mayo do'stlar, sekin. U tarafga ketib qolmay. Yo'q, ko'rmay qoldi. Menimcha mana shu tarafga bo'lish kerak. Ha, do'stlar, bu yerdan o'tishimiz mumkin. Yaxshi do'stlar. Umid qilamanki, biror bir fuqarolik samolyotini urib tushirmadim. Masalan, bir kal amakan ekan. Do'stlar, sekin pastga tushamiz. Jin ursin. Yaxshi. Asosiysi yig'ilib tushmaslik bo'ldi. Sekin do'stlar. Sal qoldi daraxtga urib yuborardim va bu tankni Jin ursin. Do'stlar, bo'ldi. Yaxshisi qaytaramiz va hozir Leoga topshiramiz, chunki navbat haydashimiz kerak. Chunki hammamizga tank bitta. Sekin. Yaxshi, o'rta komandir, qaytib keldim. Leo qayerdaligini esa bilmayman. Jang vaqtida yo'qolib qoldi. Yo'qotish katta emas. Undan ko'ra tankdan o'tishni ko'rsat. Do'stlar, Leo qani? Mayli, muhim emas. Xullas, otish juda ham oson. Mana bunday qilib otasizlar, yaxshi, lekin o'qlar juda ham kuchli va hattoki reyslarni ham bemalol teshib o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Fuqarolarni otib qo'ymanglar. Bu esa mana bunaqangi tutunli tuzoqlar ortida yashinishi mumkin va tutun juda ham ko'p chiqadi. Ehtiyot bo'lish kerak. Haqiqiy tumanning o'zginasi. Do'stlar, menimcha Leo shu atrofda. Men buni sezyapman. Agar chiqib qolsa hoziroq albatta xo'sh. Leo, mana chiqib qolding. Sen Leo, tank haydash navbat seniki bo'la qol. Yaxshi, men navbatim bo'lsa, bo'ldi. Qani olg'a. Leo, jin ursin. Leo, jo'may meni eshitmayapti ham. Leo, qayoqqa ketdi bu endi? Jin ursin. Leo, urib yuborma. Qo'y. Leo, sekin. Leo, jin ursin seni. Leo, yo'q. Sekin. Leo, faqat meni ezib ketma. Leo, jin ursin do'stlar, hozir bu ahmoq meni ezib yuboradi. Bunga shubha ham aytganimdek bo'ladi. Jin ursin. Do'stlar, daraxtlar ortiga. Leo. Yaxshi ham bu ahmoqning qo'lida snaryad yo'q. Aks holda hozir hammamizni portlatib yuborgan bo'lardi. Lekin unda tumanli bomba bor va jin ursin. Yaxshi pulemyotdan ham otishi mumkin, ammo albatta bu yerdagilar xavasli o'qlar zarar yetkazmaydi. Shuning uchun Leo, bo'ldi, tankdan tush. Leo, meni eshityapsanmi? Leo, jin ursin. Leo, sekin meni yiqitib yuborishing mumkin. Oyog'imni sindirmoqchimisan? Jin ursin. Sekin. Leo, nimalar qilyapsan? Leo, jin ursin, meni eshitmayapti, yaramas. Mayli. Ana endi toqqa ketdi. Ajoyib, Leo. Yo'q, hozir ko'zimdan yo'qolsa
Jin ursin. Singil. Do'stlar. Ha, sal qoldi. Avtomatim ilinib qolib, meni tortib ketardi. Yana o'tyapti. Jin ursin, komandirdan gap etishman. Leo, tumanli bombalarni ishlataverma. Leo meni eshitmayapti, do'stlar. Oldiga chiqib borishga ham qo'rqaman, chunki bosib ketishi mumkin. To'xtab qoldi, menimcha yoniga borsam bo'ladi. Ha, yo'q, to'xtamabdi. Bu yigitga tanklarni va umumiy texnikani ishonib bo'lmaydi, do'stlar. Sekin otib qo'ymasin meni. Menga qaratyapti. Menga do'stlar qaratgani yoqmayapti. Hoy, Leo bo'ldi. Jin ursin, otma. Leo, o'qlar xalosoy bo'lsa ham juda ham qattiq tegadi. Leo, jin ursin seni. Menimcha shuncha vaqtdan beri terisining rangi tufayli uni xo'rlaganimiz uchun qasos olmoqchi, ammo jin ursin. Leo, yo'q, Leo bo'ldi. Do'stlar, bu bo'ldi qilmaydiganga o'xshabdi. Leo, agar to'xtamasang seni otib tashlayman, albatta o'qlarim xalostoy, lekin og'ritishi aniq. Qani, mana ola qol. Jin ursin axir. Manzil qilmachasi bor, boshda ham kaska bor, tegmasligi aniq. Yerni teshib tashladi. Yaxshi ham hitlarga tegmayapti. Leo, jin ursin. Bo'ldi Leo, texnikadan tush. Nima bo'ldi? Hammamizni qo'shib hisoblaganda o'ldirishingga oz qoldi, shuning uchun bo'ldi tush. Yaxshi Leo, yaxshi. Bo'ldi, qochchi. Do'stlar, yaxshi. Mayli. Leo, bilasanmi, endi senga texnika yo'q, shuni bilib qo'y. Qani, yaxshi, janob komandirning yoniga qaytyapti. Buni qarag'am yerni teshib tashlading. O'rtoq komandir, O'rtoq komandir, o'zingiz ko'rdingiz Leo nima qilganda, unga texnikani ishonib bo'lmaydi. Sen qarab turishing kerak edi. Nima uchun? Axir sen ayting Leoni o'zing bilan olishingni. Lekin shunday bo'ldi, hammasi aytingiz haydashing mumkin deb. To'g'ri, ammo seni do'sting va sen ayting men bilan bo'lishing deb. Axir hamma Leo uchun. Endi nima bo'ladi? Endi tank haydashdan chetlatasizlar. Sen ham. Yo'q, axir o'rtoq komandir, men aybdor emasman. Leo hammasiga aybdor. Yo'q, Leo, endi sen deb tanksiz qoladigan bo'ldim. Jin ursin. Mana senga do'stlik. O'rtoq komandir, balki kechirsan ikkovimizni ham yoki bitta menimi? Sizlar faqatgina piyoda qo'shinlari bo'lib emas, desantchilar ham sizlar. Shuning uchun ham hozir samolyot qo'nadi. Rosinam yuk samolyotimi? Desantchilik qilsak, demak undan sakrashimizga to'g'ri keladi. Men balandlikdan qo'rqaman, do'stlar. Yo'q. Jin ursin. Sekin do'stlar. Yumshoqqina qo'ndi. Yaxshi. Qiziq. Yigitlar, orangizda balandlikdan qo'rqadiganlar bormi? Yo'q, men qo'rqmayman. Men ham. Men esa qo'rqaman. Qanday sakrashimni ham bilmayman. Samolyot ichida quti bor, unda esa parashyutlar. Sakrangizdan so'ng uni shunchaki taqib olasizlar, bo'ldi va yumshoqqina qo'nasizlar. Orangizda 1 kilometrlik farq bilan har biringiz sakraysiz. Shu yerga g'arbga qarab kelishingiz kerak bazaga. Bo'ldi, eshiklarni ochishingiz mumkin. O'rtoq komandir, men birinchimanmi? Yaxshi, har doimdek men birinchi va jin ursin. Do'stlar, umid qilamanki menga omad tilaysizlar va sakrash shunchalik qo'rqinchli bo'lmaydi. Yigitlar, omad tilaylar menga. Omaddir, bizga ishonamiz. Katta rahmat. Va bo'ldi, shu bilan hikoya tugadi. Ajoyibdir. Endi esa sakrash vaqti. Yo'q, shunchalik tezmi? Yetib keldik. Xo'p, bo'ladi, komandir. Sakrashga tayyorman. Shunchaki tavakkal sakrab yuboraman. Mayli, menga omad tilang. Omad. Yaxshi. Eshikni ochishingiz mumkin. Yo'q. Mayli do'stlar. 1, 2, 3. Sakra olmayapman. Bo'la qol. Janob komandir, iltimos itarmang. Yo'q. Do'stlar. Jinus parashyut ochilmayapti. Yo'q, ochil. Ajoyib, do'stlar. Yaxshi. Menga yoqyapti. Ajoyib. Gap bo'lishi mumkin emas, yerga. Do'stlar, hozir qo'namiz. Yaxshi. Ajoyib. Yana bir bor sakrashni xohlayman. Endi esa parashyutni yechib qo'yaman va bilasizlar nima qilishim kerak? Endi g'arbga qarab 1 kilometr yurishim kerak bazamizga. Mayli do'stlar, hozir o'qlab olaman va ketdim. Agar hayvonlar chiqib qolishsa, xeyterlar ko'rinishaki otib tashlashi mumkin bo'ladi. Yaxshi, xeyterlar ko'rmayapti, bo'ldi. Demak, ketsak bo'ladi. Ajoyib. Mayli, umid qilamanki kechgacha yetib olaman. Chunki ba'zigacha qancha yurish kerakligini bilmayman, do'stlar. Hozir sohil bo'ylab ketaversam yetib olishim kerak. Bo'ldi, mana. Do'stlar, yaxshi. Do'stlar, kechgacha yetib olishim aniq. Bilasizlarmi? Qo'lim bag bo'lib qoldi. Mayli.
Do'stlar, menimcha parashyutni ham so'rashganda, chunki bizda juda ham ko'p mashqlar bo'ladi va o'ylashimcha sizlar nima mashq yozsangiz, shu mashq bizda bo'lsa kerak. Shuning uchun ham kommentariyada yozib qoldiringlar, nima mashqlarni ko'rishni istagan bo'lardingiz va men agar bizda aynan o'sha mashq bo'lsa, sizlarga ko'rsataman va nima desam ekan, shu bilan mashqlarimiz cheklanib qolmaydi. Bizda bundan tashqari juda ham ko'p mashqlar bor, faqatgina men sizlarga aynan qaysi bir qiziqligini bilmayman. Shuning uchun ham sizlar yozib qolishingiz mumkin. Shunda men sizlarga ko'rsatishim mumkin bo'ladi, do'stlar. Hozir esa bazaga yo'l olaman. Jenarson, yetib keldim nihoyat. Do'stlar, yaxshi tankni ko'ryapman. Yuk mashina, yigitlar va bo'ldi. Ustunlar qani? Nimaga hammasini yig'ishtirib borishibdi? Assalomu alaykum o'rtoq komandir, murojaat etishga ruxsat eting. Va alaykum, ruxsat. Parashyut og'ir ekan, undan tashqari nihoyat yetib keldim. Nimaga hammasini yig'ishtirib oldinglar? Bazaga qaytyapmiz. Yo'q-e? Leo qani? U hali qaytib kelgani yo'q. Shunaqami? Mayli, unda bugunoq qaytamizmi? Ertalabgacha bazada bo'lamiz. Afsus, demak, dala o'quv mashg'ulotlari tugayapti ekan. Afsus do'stlar, afsus, lekin menga juda ham yoqqan edi. Demak, afsuski endi sizlar yozib qoldirgan mashqlarni bajara olmasa kerak. Lekin menimcha ba'zida ham biror nima bilan shug'ullansa kerak. Hozir mana bularni hammasini yig'ishtirib olaman, chunki o'zim qo'ygandim. Ungacha esa do'stlar, sizlar bilan xayrlashishga majburman. Ba'zida ko'rishguncha xayr, hammangiz sog' salomat bo'ling.